Akalar, o'zimga tegishli bo'lgan orzularimni hammasiga erishganman. Amerikaga kelaman deganman, kelganman. Gollivud kinosida o'ynayman deganman, o'ynaganman. Teleskop oldim. Eng katta orzuyim qolib ketdi. Nima? Ya'ni O'zbekistonda o'sha katta orzuyimni amalga oshirish uchun imkoniyat paydo bo'lyapti ekan. Tilla Taqachinski, ketib qolsam meni sog'inmaysanmi? Ha? Xullas, akalar, o'lib ketsam ham roziman. Короче, O'zbekiston 14 kunga bitta o'zbekni qidiryapti ekan, kosmosga borib kelgani. Meni orzuyim bo'lgan kosmosga borish. Короче, 1.60 dan 1.90 gacha bo'yi bo'lish kerak ekan. Mana kandidat 1.77 bo'yim bor. Inostraniy tillarni bilish kerak. Rus tili, ingliz tilini bilaman. Kosmosdan xabarim bor. Vысшее образование bo'lish kerak ekan. Bor vысшее образование, oliy ma'lumotli babuyman. Olaman deb podstavka topa olmayapman. Aka bitta musor topdim, podstavka uchun mashina qo'yib video olishlarga mana. Xullas, hazil huzuldan tashqari iltimos qadrdonlar, Uzkosmosda belgilaylar. Realni aytaman, mendan yaxshi kandidat yo'q O'zbekistonda. Har taraflama javob beraman. Mana mush ochishni bilmasam haligi babacha sakrab yuradi, ipini yechib olsa, ashna qilib yuribdi. Belgilaylar. Nima qilyapti mana musor? Ketish shu kosmosga. Seriozno, kosmos bo'yicha Korolyovning kitoblarini o'qiganman. Gargantua nima, Singularis nima, Teoriya Большого Взрыва Stiven Hokingning kitoblarini o'qigan odamman. Teoriya strun nima, xullas hamma narsadan bilimim bor. Faqat shu borib kelib, puli ham kerak emas uz kosmosda. Borib kelsam bo'ldi. Iltimos, qadrdonlar, belgilaylar shularni.